Spot savdosi qilishning hukmi nima? Savol. Assalomu alaykum. To'g'rida spot savdosi qilishning hukmi nima? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Forex tijoratida spot savdosi qilish deganimiz xalqaro aksiya bozorida shifrlik va boshqa turli pul va paychaklarni tez elim-setim qilishdan iborat bo'lib, bu savdoda setib olgan pulni odatda savdo qilgan kundan 2 tijoriy kun o'tganda, ya'ni raschot kuni andin topshirib olaydi. Balkim ba'zi savdolarda shu chog'da topshirib oladigan yangiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Mening bundan xabarim yo'q. Şifrlik pullar bilan paychaklarni elib setishning hukmida ayrim fatvo yozilgan bo'lib, bu fatvoda faqatla elim setim qilish joiz bo'lgan pullarni spot qilish ustida to'xtalamiz. Pullarni spot qilib elib setishning hukmi ko'pchilik olimlarning nazarida joiz bo'lib, ularning qarashicha 2 tijoriy kun kechikish elim setim qilgan sovrinning davomi hukmida bo'lib, dunyoning har qaysi joylarining vaqt farqi taqozosi, shundaqla tizimlash, xalqaro banklar aro uchirlashish, havola qilish va rasmiyat ishlari sababli bu xil kechikishdan saqlanish mumkin bo'lmaydi. Shunga bu naq savdo hukmida bo'ladi. Bu pul savdosida 2 kun kechiktirish joiz deganlik emas. Chunki setib pul setib oluvchining hisobiga darhol kirdi va har ikki pul ikki tarafning nomida anga elinadi. Lekin setib olgan pulni yuqorqi ishlar sababli 2 ish kunidan keyin andin tasarruf qila oladi. Yana bir tarafdan bu 2 kun atay kechiktirish maqsad qilingan yoki shart qilingan emas, balki xalqaro savdoda saqlangan bo'lmaydigan qisqagina kechikish. Uning ustiga savdo qilgan ikki taraf savdodan yanolmaydi. Ham satgan pul hisobidan savdolashgan tarafning hisobiga chiqarib etiladigan bo'lg'achqa, u pulni boshqalarga qayta sotilmaydi. Natijada bu naq ilm setish qilganning hukmida bo'ladi. Demak, ko'pchilik olimlar bu savdoni naqning hukmida deb qaragan va kechikishni ehtiyoj tufayli mayli deb etgan. Setib olingan pul setib oluvchining hisobiga darhol kirdi bilan 2 tijoriy kundan keyin andin tasarruf qila oladi deganning farqi shuki, bir kishi 100 ming yevroni spot qilib setib olgan bo'lsa, bu uning hisobiga kirdi, ammo to'liq bir taraf qilinmadi. Shunlashqa bu kishi bu pulni boshqa bir kishiga havola qilib yo'llab bermoqchi yoki chek yozib bermoqchi bo'lsa, 2 tijoriy kun o'tmasa yo'llay olmaydi yoki chek egisi pulni ola olmaydi. Ya'ni setib oluvchi hisobiga tushgan pulni 2 tijoriy kun o'tmasa xarjlay olmaydi. Demak, bu xil pul savdosining joiz bo'lishi uchun ko'pchilik olimlarning nazarida tuvandagi shartlar tepilishi kerak. 1. Savdo naq bo'lishi, kechiktirish sharti bo'lmasligi. 2. Har ikki pul ikki tarafning hisobiga tushib anga elinishi. 3. Savdoning pulini azroqnimi kechiktirmay to'liq naq to'lashi. 4. Bu savdolarni qilish jarayonida o'sim qo'ndirilmasligi. O'sim qo'nsa to'xtam noto'g'ri va harom bo'ladi. Bir qism olimlar bu xil savdo pul ayrivashlash, almashtirish döviz savdosidan iborat bo'lg'achqa, 2 tijoriy kun kechikishda naqlash sharti topilmaganlikdan joiz emas deb qaragan. Keyingi qarash texmi o'rinliq bo'lishi mumkin. Chunki setib olgan pulning setib oluvchining topshirib elishi uning hisobiga tushish bilan emas, uni tasarruf qila oladigan, xarjlay oladigan bo'lsa, andin hukman hujjatga chiqadi. 2 kungacha tasarruf qilinmaydigan, xarjlay olmaydigan bo'lsa, naqlish sharti topilmagan bo'ladi. 2 ish kuni kechikish garchi xalqaro aksiya o'rpida naq hisoblansa-mu, shariat o'rpida nisi deb qaraladi. Bunga asosan 2 kun kechiktirib spot qilib, pul elim-setim qilish joiz bo'lmaganidek, bu tariqada setib olgan pulni 2 kun o'tmaguncha boshqalarga satsa durust bo'lmaydi. Chunki bu qo'lida bo'lmaganni setishdan iborat. Bundan ko'rilishga bo'ladiki, mabodo 2 tijoriy kun kechikish bo'lmagan savdolarni savdo obyekti halol bo'lgan taqdirda yuqorqi 2 qarashdagilar birdek joiz deb qaraydi. Yig'ib aytsak, elib setish halol bo'lgan pullarni spot qilib elib setishni ko'pchilik olimlar joiz deb qarasa, bir qism olimlar joiz emas deb qaraydi. Allah eng to'g'risini bilguvchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.